hozir. Salom do'stlar, sizlar bilan men Avangard Marko. Do'stlar, men aytdim, boy va kambag'alning ikkinchi qismi chiqadi deb. O'sha ikkinchi qismi chiqishiga biz tayyorlanib olamiz. U hozir boy ketgan. Hozir va boy u ketgan, men kirib qolganman. U men akkauntim dedi. Ulashganimiz va ana o'chirmoq. Menga hujum qilyapti va Mahmud qaranglar. Voy balla, chiroyliligini qaranglar Mahmud. Divanlarni qaranglar, mazza. Divanada uxlaymiz. Nima deyapti? Mazza xullas. Mazza qilib yashaymiz. Divanda yurish qiyin ekan bunday kamerada. Uxlamayapti. Xullas mazza qilib uyda yashayveramiz. Soqlaganmiz. Bizim o'qdan qaranglar. O'zbekdan oladigan narsam shu o'qdan olaman. Yo, o'qim bor mening. O'q kerak emas. Kichik olsam bo'ldi. Foyda kirma bitta ammasini olamiz. Voy, mamma qorlar qaranglar. Tuk. Tashayramiz va to'rtta olmasidan va chichak to'rtta nonidan hammasi 64 to'rttadan chiqamiz. 60 ta qo'yamiz. Bo'ldi. Masen eshik qorong'i. Uxlab olish kerak albatta va musor uyda ham almashtirish kerak. Yo'q, shu uyda yashayman. Farqi yo'q qaysi. Beka qo'ymaslik kerak. Aslo. Ko'rib qolsa yana menga tuhmat qiladi. Yeb olamiz. Gavlaymiz. Bunaqasi. Shekka qo'yganimizda mana ekan, mana sog'lig'im. Bizga ko'rinmagan joy bilib olaylik. Ikkita ko'ylaymiz. Ana, endi bu yerga solib qo'yamiz. Mana solib ketdi gilam bilan. Go'shtlarimiz, olmoslarimiz va 10 to'qimiz. Tilgama olaylik. Mazza. O'qdiyam olamiz. Ko'zimga chichak zombini o'ldiraman deyman agar so'rab qolsa. Keyin amniya qo'yib qo'yaman. Oson buni topish. Yo'q, oson emas. Men uchun oson, u uchun qiyin, albatta qiyin. Ana qo'yib qo'yamiz endi go'shimizni. O'qimiz ham kam qopda. 64 dan 64 taga almashtirib qo'yamiz. O'qimdan to'g'ri shartmadan men. Voy, creeper musor qilaman, voy bilan. Harate. Birga kelamiz. Kel creeper. Skolet. Men fizika qonunlariga qarshi narsalar bilan sizlar ham o'rganib olinglar agar creeper voy bilan. O'lyapman, bomb o'lyapti. Qilchab chiqaydan uni uydan. Bol. Qilchi bormi o'zi buni? Yo'q ekan, tez yasash kerak.
saat mesela öğünü koyup cevap veriyor. Rahat gidip yaşayırız bu öyde. Vay belli. Nahat de blok yok burada. Tıpa gibi oldu dediler. Gaplaşmayalım dostlar. Köp telefon gibi oluyor. Seherlaydiganlar emas. Endi dostlar endi o'zimizda uxlab olaylik. Çünkü 6:49. 6:49. Vaqt. Hı? Vaqt. Boyagan bağlı ne onu? Hı? Boyagan bağlı. Qani Orada bittik sondağıma pişkin. Hani? Seni sakarak görmem. yertara ko'chi. Hamma joyim köylep chiqadi. Devantayn qarachi. Ko'raman. Ama olmasa o ya. Tutdan Qani da. mani uyimga kirishaveradi. To'xtab tur hozir. Mana ye. Ko'raman qani. Nimaga? Mana namozga boraman. O'rta. Kutmaysan meni. Ana muqaddas ustoz aytmoqchi. Hı? Muqaddas ustoz. Video o'tdi. Video? Oya. Ha Shohbek. Men namozga borardim. Oyam kesildi. Yo'lda ketyapti oyang. Yo'limiz ketib bo'ldi. Hozir yetib boradi. Hop. Mana 5 minut geç qolarkanman. 5 minut. Hı. 5 minutda git borsak 10 minut geç borarkanmiz. Hech emas. O'rta bugun meni ham borgimga o'tdi. Har kuni bo'lasamki? Ha. Ular qachon kelarkanlar? Oyam hozir yo'lga ketdilar, yo'lga chiqibdilar. Qarangiz. Xitoygami? Yo'q, qochdi. Do'stlar, mana video vakanimizdan Muhammad kelib qoldi. Biz esa shunga ikkinchi qismga tayyorlanib turdik. Obunachilar aytib qo'yinglar. Biz hech demasdan olganimiz yo'q Muhammadni. Obunachilik shamasligi mumkin. Gapir. Assalomu alaykum do'stlar. Men Shohbekning uyiga chiqdim. Uynaga namozga bormoqchi edik. O'shanga Do'stlar, bu boyaka edi. Boyaka olib chiqdi.
Obunachilar hech demesin omadga biza. O'zinglar aytib qo'yinglar. Hech narsamga tegmaydimi? Obunachilar yozib qo'yinglarchi. Hech narsaga tegmadimi? Obunachilar shamasanglar kommentga yozib qo'yinglar. Hech demesin omadga biza. Sen olgan bo'lsang olding yo obunachilar voshi. Mana shamasang haligi joy bor-ku. Ha. Kuylab qo'yaman. Miyda kuylayman. Chiqmayman. Ana chiqib qoldi. Sonda emas bu ya. Ana Chiqib qoldim. nima kerak edi? 5 minutga chiqdi. O'tir. Parket deyiladi. To'g'ri yapganmisan? Yo'q. Men unda to'g'ri chiqay. Oya. Diyalardagi Deytma qo'ydik juda qattiq. hozir chiqamada. Ha, bo'pti. To'g'ri qilib pastiraman. O'rta, ha, oyada. Shu qo'llaring. Ha. Oyanga aytgandan shofen bitta o'ziga, ana, hozir oyasiga kerak. O'shanga uchun o'tirib turadi degan. Ana so'rab keladi. Bunun işleri oldu. Nima bo'ldi hozir? Nima bo'ldi? Hiç bala olmaz. 4 tane de 12 olmasın. 6 olmaz. Keyin bizde esimga keldi. Anamda öldürüp qo'yildi. Nima deydi? Mabda. Öldürüp qo'ygan narsalarimi turganmikan? Yo'q. Endi qanday chiqadi? Çıkılamayız. Andaqa joylardan chiqish menga cho'tmas. Ben çıkamam böyle. Çocuklar bile olamaz. Geç çocuklar. Çocuklar. Hoppa. Hoppa. Bo'pti do'stlar, ikkinchi qism chiqadi. İkinci qismgacha tayyormiz biz. Hozir narsalarni sapqilib tez. Canım joydaydi ya. Tabii İki tabii Bo'pti do'stlar.